Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar, sog'misizlar, tuzmisizlar, yaxshigina yuribsizlarmi? Bugun mana pardani olishga Ipodrom bozoriga kelgandim. Sizlarga ozgina anaqa qilmoqchiman. Video qilmoqchi edim. Mana kuxnyamni anaqasiga kuxnyamni pardasini qilmoqchi edim. Shunga kelgandim. Hamma narsa bor bozorga. Nima so'rasangiz hamma narsa bor. Ipodrom bozor. Shundoq qilib yuribman. Hozir kuxnyamga parda olmoqchi edim. Yok, parikmas. Mana mamlakatda Хозяйственныйлар. Ko'rpalar, kostyumni biylar uchun mana dasturxonlar. Ko'rdinglarmi? Hozir parda olaman. Bu pardani endi faqat bir xil turaversa odamchi qizib qoladi, shuning uchun boshqachalardan olmoqchiman pardani. Mana parda bozoriga keldim. Hozir mana shu hammasi pardalar. Ipodrom bozoriga klientlar sotishadi. Mana bu joyda hammasi pardachilarning qatori. Karnizlar. Mana pardalar. Chiqariladi. Mana qanday yuribman bozorga. Shunaqa. Ham nechi pul ekan? ariqlarida. Bunlarda metr 25 mesela, 15 bin kadar olmaz. Firma 5 ming ekan. Ha bu. Chiroyli. Skidka qilishibdi. Keling mana pardalar. Mana oq nechi pul? 30 ming so'm. Tamam, grammisin. Qayerga boramiz? Podushkan jiplari, tirxonlar sotadi. Sondirga karnizlar. Sondirga ham karnizlar. Ipodrom Qo'qon bozor. Karnizlar sotishadi. Dasturxonlar, skatertlar. Barışım kerakda. Ham tomonga ham bor ekan pardalar.
Yana yuribman. Aylanib yuraveraman. G'ildirakka o'xshab. Bo'ladigan joy bor. Yaqinda menimcha. Assalomu alaykum. Kiringlar. Nech pul edi mana bular? Mana bu. Mana bunisi. Qattiqki? Hammasi shunaqa narxi. 75 ming. 60 ming. Bu nech pul? 60 ming. 60 ming ekan oxir. Qaysi bir? Metr. Kargo'm chiroyli ekan. Nech pul? 35 ming ekan. Super. Kelinglar, ko'ynaga tushvorlar. Kelinglar. Qanday narsalar sotyaptim. Kuylaydichi bo'lsa kerak. Mana buni maniki ekan, uka. Ha bu narsa. Ha. Yelkaniki shekilli. Yelkaniki ekan. Villar ko'yneriga chiqib. Nech pul ekan? Dazmoq qilinadi. Nech pul? 70 ming paras. Paras 70 ming ekan. Mana yengisiga ham qo'shib qiladi. Ha, ha. Mana ham tizga вечерний ko'ynaklarga. Bu ham chiroyli ekan. Taksidan shu qo'li 50 ming hamsaga jin ketding. Hop o'lga deydi ya. Menga o'zim ham bunaqa gullar yoqadi, gulli parda. Lekin bu juda ham qiziq ekan. Uydagi hammasi anaqa bo'lgani uchun, oq bir xil bo'lgani uchun sal bunday guldek inson degandim. Qanaqa rangi bor? Qanaqasi bor ekan? Ko'kimi. Mana shu narsa bo'lsa bo'ldi. Bu qanaqa rang? Fioletvi. Fioletvi. O'sha korishniy bordovligi bor, keyin голубой bor. Anaqa oq bejvilar yo'qmi? Oq bejvilar bularda o'zi kelmagan. Lekin mana hozir bejviy xonaga ham mana bunisidan olishdi. Qaysidan? Xonadan ajrab turish kerak buni. Xonalari bejviy ekan, shuni anaqa qilib rasm tashlashdi. Devorimiz bejviy deb tushadimi ekan? Devor bejviy devorga oldi mana. Agar hozir bejviyga misol uchun bejviy svet qilsangiz ham silivatsiya qilib ketadi. Chunki bu ventilyatsiya bo'lib turishi kerak. Lekin buni metraji ko'p olinmaydi, chunki rasmi ko'rinib turishi kerak. Mana bunaqa osganingizda mana bunaqa turishi kerak-da. Sal bo'lishi kerak. O'zini ham olsa bo'ladi. Bo'ladi, shunaqa qilsa. Ha, men aytmoqchi bo'lganim, misol 5 metr joyga 12 metr olmaysizda, 7 metr olsangiz yetadi. Ichida yopiladi-ku. Chiroyli ekan. Necha metr joyingiz? Joyim bilmayman, esimda yo'q. Joyingizni hisoblayman. O'zi ertaga ham bo'ladi. Oq qiladan ko'ra mana shu guldagini yaxshi ko'raman. Turbaga rasm qo'yishgan. Orqa tomonda ham bor pardalar. Orqa tomonda ham o'tyapti. Bunaqa. Qarayman. Orqa tomonda ham.
50 mingdan ekan. Hozir 15 minglar ham bor ekan. 50 ming, 15 ming. Bular 50 mingdan ekan. Mana birga jaluzilar qilishadi. Jaluzini hech puldan qilasizlar? Har xil 100 mingdan 350 minggacha kerak bo'ladi. Kvadratimi? O'zimiz o'lchab qo'yib beramiz. Ishtonangiz bor. Hozir. Kelib qoldik. Mana bu ham jaluzi ekan, qaranglar, qanday chiroyli. Bunisi ham jaluzimi, aka? Jaluzi. Ha, hozir ko'ray. Mana bu hamma narsa bor, zapchastlar. Skitkalilar bor ekan. Yuraman-da qarab, magazin ichlari, mana chiroyli qilib bezatib ham qo'yishibdi. Mana turbalarni qaranglar, uzunligini. Mana yerdan, oho, necha metrlik bo'lsa bu. Ой. Да, потому что томбу ты прям с головки тащи. Mana bu yerda aksessuarlar bor ekan. Sotishadi. Gulchalar ham bor ekan, shoshtiradigan. Mana yana yurishda davom ettiramiz. Bunda oqidan olgim kelmayapti. Oqi. Oldingisi oqdanda turibdi ham. Lekin endi bu galani qanaydir boshqacha gullidan qilmoqchiman. Gulli qilib, gullidan olmoqchiman. Mana bu tullidan bor. O'zi pashta hamma o'yim tulli. Kuxyani sal gullidan qilmoqchiman. O'zini qanday chiqsa, shuni olib qilaman. Obunachilar, pardamni qaytalarni olib oldim. Pardani endi tikib bildirib osib qo'yaman. Keyin sizlarga ko'rsataman. Keyin baho berasizlar. Qanaqa chiqqanini. Kelinglar, mana pachka 5 mingdan pachka 5 ming. Gulchali parda oldim. Mana obunachilar, pardamni olib bo'ldim. Endi uyga ketyapman. Pardani endi kirishga beraman. Tiktirib osib qo'yamiz. Shu bilan keyin sizlarga tayyor holatini ko'rsataman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Charchamanglar. Keyingi videolarimizni ko'rishguncha xayr.